bugun So'x tumanida ilk marotaba buyrak ko'chirish amaliyoti o'tkazilmoqda va mana shu jarayonda mahalliy kadrlar ham ishtirok etmoqda. Ushbu noyob jarrohlik amaliyoti tumanda ilk bor Akademik Vohidov nomidagi respublika ixtisoslashtirilgan xirurgiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi, Farg'ona viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazining malakali mutaxassislari va mahalliy shifokorlar hamkorligida amalga oshirildi. Bemor E'joza Xolmirzayevaga 3 yil avval og'ir xastalik surunkali buyrak yetishmovchiligi tashxisi qo'yilgan. 1 yil o'tmay gemodializ muolajalarini ola boshlagan. Biroq kasallik terminal bosqichga o'tgani sababli uni hayotga qaytarishning yagona usuli sifatida buyrak ko'chirib o'tkazish amaliyoti tavsiya etilgan. Men 2 yildan beri gemodializ olaman. Operatsiyaga ehtiyoj bor edi. Endi shu operatsiyani bepul qilib berilgan bo'ldi. Shu imkoniyatdan foydalanib prezidentimizga katta rahmat aytmoqchiman. Prezidentimizga rahmat. Tumanlarga, viloyatlarga shunaqa imkoniyatlar yaratib bergani uchun. Tuman tibbiyot birlashmasida amalga oshirilgan mazkur murakkab jarrohlik amaliyoti qariyb 6 soat davom etdi. Unda bemorga opasi Muattar Sayfiddinovaning bir buyragi ko'chirib o'tkazildi. Hozir opa-singilning ahvoli yaxshi va shifokorlar tomonidan tibbiy nazoratga olingan. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, bugungi kunda zamonaviy tibbiyot og'ir buyrak xastaliklariga chalingan ko'plab bemorlar hayotini saqlab qolish imkonini bermoqda. Davlat dasturi asosida bugungi kunda So'x tumanidagi barcha tibbiyot muassasasi bino inshootlari tibbiyotga to'g'ri keladigan loyihalar asosida qurib bitkazilgan va hozirgi kunda ta'kidlash joizki, shahar tumanlarimizda, viloyat markazlarimizda bo'lgan yuqori texnologik apparaturalar bilan So'x tumani to'liq ta'minlangan desam, ayni haqiqatni aytgan bo'laman. Quvonarlisi shundaki, yurtimizda davlatimiz rahbari tomonidan tibbiyot sohasini rivojlantirishga berilayotgan alohida e'tiborning samarasi o'laroq bir paytlar eng ilg'or xorijiy mamlakatlar klinikalari, keyinchalik poytaxtda bajarilgan yuqori texnologik amaliyotlar bugun nafaqat viloyatlar markazida, balki So'x kabi olis va chekka tumanlarda ham bosqichma-bosqich joriy etilyapti. Eng muhimi, ushbu noyob va murakkab jarrohlik amaliyotlari orqali mahalliy shifokorlarning ham tajribasi ortmoqda. Yaqin vaqt ichida ular bunday murakkab muolaja usullarini o'zlari mustaqil bajara olishadi.